Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Ve leksiyani başlap davamlaştırımız. Bugün çiğsağı 2021 yıl 2. ayının 14. günü. Endiki leksiya bu 2. mavzu. Bu mavzuda mı? Oturup koyulup atkan fikirlerine dikkat kılışı vatandaş ben işindim. Jungo, jukumluk virusdan dastlabki mezgillik statistikalik ma'lumotini topshirishni rad qildi. Aqsaray qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 2. ayning 13. kuni Amerika ovozidan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aqsaray haftaning 6. kuni Tünügün, 2. ayının 13. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Dünya Səhiyyə Təşkilatı e'lon qilgan yuqumli virus manbini tekshirish to'g'risidagi dokladga qattiq diqqat qilganligini bildirib, Jungo hukumatining yuqumli virusning dastlabki mezgillik sonliq ma'lumotni e'lon qilishini chaqiriq qildi. Dokladni Dünya Səhiyyə Təşkilatı tekshirdi. Uxangabada tekshirib chiqib e'lon qilgan doklad. Amerika men bunun qo'shilmayman da'vatini vatandaş. Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Halqalik bir taraf shuki, bu doklad mustaqil tekshirib tayyorlangan doklad bo'lishi kerak. Jungoning kontrolligiga tushib qolmagan doklad bo'lishi lozim. Aqsaray bayonot e'lon qilishdan burun Dünya Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislar guruhi haftaning 2. kuni Wuhan'da mundaq ko'rsatdi. Yangi yuqumli virus balki hayvonotlar orasida yetilib, insoniyatga yuqqan bo'lishi mumkin. Biz avvalgi 2 yil, 1 yil ichida nima deb keldik? Ximiyalik qural, biologiyalik qural dedik. Hozir Dünya Səhiyyə Təşkilatı nima deydi? Bu hayvonotlar ichida pishib yetilib, bu virus hayvonotlardan odamlarga taralgan bo'lishi mumkin. Bu hukm ikki dunyo, ikki xil hukm. Shuni bugun Amerika Qo'shma Shtatlar nima dedi? Qabul qilmaymiz. Lekin ishxonadan tashqari chiqib ketishi mumkin emas. Hergiz tecrübexanadan chiqqan virus emas, da'vatida Dünya Səhiyyə Təşkilatı, yani o'xshashli Jungo tarafda turibdi. Kuzatuvchilar mundaq deyishdi. Bundaq deganlik Jungo tarafda turib so'zlaganlikdir. Bu doklad ko'p tarafdan gumon qilishini va tanqid keltirib chiqadi va tanqid qilishga o'xshirdi. Yaqinda Dünya Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislari mundaq oshkorildi. Jungo taraf Dünya Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislar guruhiga Wuhan'da portlagan yuqumli virusning statistikalik sonliq ma'lumotini berishni rad qildi. Ikki taraf o'rtasida bir qancha qatim mojaro ko'tarildi. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Tekshirishga qatnashgan mutaxassislar, olimlar mundaq deyishdi. Yuqumli virus bilan og'rigan kasallar tarixiy delolari bilan ushirish uchun Jungo taraf xizmatchilari bilan o'tirdi. Kaskan talash tortish yuz berdi. Hatto ikki taraf o'zaro o'rədashdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 14 nafar mutaxassis avata 1. aydan 2. aygacha 27 kun oralig'ida Jungoda yangi yuqumli virusning manbai to'g'risida tekshirish elib boradi. Hozir tekshirish elib beryapti. Buning ichida bir necha nafar mutaxassis mundaq ko'rsatdi. Mutaxassislar ching turib talab qilgan aloqador sonliq ma'lumotlarni Jungo taraf bermedi. Bizden tirishchanligimizni bekor qilib o'tdi. Aqsaray bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan 2. ayning 13. kuni bu qitimqi yuqumli virus to'g'risida bayonot e'lon qildi. Hozir tuvanda bayonotni anglaysiz vatandosh.